Sudlovchi xonanda Botir Qodirovdan otasi haqida ochiqcha gapirishini so'raganida Botir Qodirov quyidagicha javob berdi. Bu savolga javobni qiyomatga qoldirganman. Sizga bir qiziq rivoyatni aytib beraman. Bir oilada o'g'il farzand dunyoga keldi. U ota-onasi bilan baxtli yashabdi, ammo bola 5 yoshga to'lganda ota-onasi ayrim sabablarga ko'ra ajrashibdi. Ammo ota-ona farzandidan xabar olar, bola ham ota tomon qarindoshlari bilan bordi-keldi qilar ekan. Bobo-buvisining uyiga borar, ular orasidagi munosabat nihoyatda iliq ekan. Bola 20 yoshga to'lganida bir quchoq orzu-umidlar bilan otasini yashaydigan shaharga keladi va undan yordam so'raydi. Seni o'qitaman degan ota gapining ustidan chiqmaydi. Bir kun bolaning oldiga otasining tan soqchisi kelib, uni xo'jayinning oldiga olib boradi. Ota bolasiga juda qiyin shart qo'yadi. Bola otasining oldiga borgan voqealarni aytib beradi. Oxir otasining emas, onasining familiyasi bilan maqsadlariga amalga oshirishga qaror qiladi. Ammo bu oson kechmaydi. 20 yoshiga qadar falonchining o'g'li bo'lgani inson birdan familiyasini o'zgartirsa, odamlar har xil qabul qilishadi. Mish-mishlar, ortiqcha gap-so'zlar. Allohning inoyati bilan bola o'z kuchi bilan maqsadlarini amalga oshiradi. Hatto otasining familiyasisiz ham mashhurlikka erishadi va u otasining xatti-harakatlarining javobini qiyomatga qoldiradi. Xonanda betob bo'lganida onasini tushida ko'rgani haqida so'zlab beradi. Yaqinda burnimni operatsiya qildirdim. Aslida unaqa og'ir amaliyot emas, ammo o'sha kuni onam tushimga kirdi. Ruhlar olami bor. Onam mendan xavotir olganini sezdim, deydi xonanda Botir Qodirov. Botir Qodirovga Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini kuylashni taqiqlashgani va bu huquq faqat Shohjahon va Zohirshoh Jo'rayevga berilgani haqida aytib